Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Ikkinchi marta video olishim pamiti to'lib qolibdi, ana video uchib ketibdi. Ikkinchi marta olyapman. Xullas, dengizni bo'yidaman. Anaqada Belgiyadaman. Belgiya dengizni bo'yida ketyapman. Xullas, salarka qo'ygani kelgandim. O'tga salarka tugab qolibdi akalar. Salarka tugab qolib, quyolmadim endi. Yevropada neft yo'qligini hisobiga salarka yo'q akalar. Endi bu yerga o'zbeklar haydaladimi deb o'ylayman. O'sha mashina yurmayapti. O'tga 4 ta 5 ta mashinalar salarkasiga qolib ketgan. Xullas, hamma joy dabdala bo'lib ketganda. Shuning uchun endi bilmayman nima qilamiz akalar, salarka yo'q. Xudo xolasa yaxshilikka bo'lsin, bu yog'i shopirlar mana salarka tugab qolgan, qaranglar. Ani chapdagisi mana buni salarka. Buni AdBlue ham qolmagan. AdBlue ham yo'q, salarka ham yo'q. Buni ham salarkasi tugab qolib ketgan. Ana zavoddan chiqayotgan mashinalarni qaranglar. Zax mashinaga o'xshab ketishyapti. Qaranglar, kontrol. Buni mashina zavod qanaqadir kemalarda o'sha Amerikadan, boshqa davlatlardan mashinalar olib kelishadi. Mana joylarga qo'yishadi mana. Zavodni qaranglar kattaligini. Xudo xolasa harakat qilaman akalar, har kuni qarg'a bosib ketmaydi hozir. Har kuni xudo xolasa bitta video qo'yishga harakat qilaman akalar. Shu qattiqlar padeshkani bosinglar. Video yoqsa yoqmasa bitta like bosaveringlar. Domla aytadi-yu, svarchik anu temirni ushab tur dedimi? Ushab turgan svarchik bilan ishing bo'lmasin dedi. Hazil. Xudo xolasa like bosaveringlar, bu yog'i xudo xolasa yaxshilikka bo'ladi. Bizda 18+ so'kinish, shunaqa vohima, dodvoylar yo'q. Spokойно YouTube'da xudo xolasa sizlarga informatsiya berishga harakat qilamiz. Mana bu mashinalarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqada kelgan? Poyezdda kelgan mashinalarni qaranglar, hozir men yaqinroq qilay. Mana poyezdda kelganda bu mashinalar hammasi. Anaqa mashina, yengil mashina tashiydigan poyezdlar, bular xullas Amerikada kemada keladi. Belgiyani Antwerpen shahridaman, mana dengizni bo'yidaman, qaranglar. Dengizni bo'yidaman. Xullas kemada keladi bu mashinalar. Keyin kemadan bu poyezdga sekin mashinani o'tkazishadi-da, shu Yevropa bo'ylab Fransiya, Ispaniya, Italiyalarga toshishadi mashinalarni. Endi bilmayman, biz furada toshiymiz, bizga endi 8 ta 10 ta mashina zo'rg'a sig'adi. Bizga ham mashina berib turishdi, biz ham toshib yuribmiz akalar. Mana shu zavoddagi mashinalarni. Voy. Palasani bosdi, endi pirillayapti. Ana shu elektr ishlab chiqaradigan ventilyatorlar joni sog' bo'lsin. Kech payt borku, mana shu zavodlar shunaqangi yorug' bo'ladi, faralarni yoqib qo'yishgan. Kech payt ham mashina yuklagani kelsa bo'ladi. Yorug' qilib qo'yishganda akalar. Xullas kech payt ham mashina anaqa yoqsak bo'ladi. Mashina yuklasak bo'ladi. Maytda ham qanaqadir yangi zavodlar qurilyapti, shu Belgiyani dengizni bo'yida ba'da o'ng tomonda qurilish ketyapti. Qurilishni qaranglar, hamma joy qurilish bo'layotibdi. Lekin salarka yo'q. Eron bilan urush bo'lyapti, o'zlaring bilasizlar. O'shani hisobiga bilmadim, boshida aytdim yo'qmi, narigi videoda aytdim. Salarkani narxi $2.5 bo'lyapti, €2.5 bo'lyapti. 1 yevro edi o'zi asli. €2.5 ga ko'tarildi. O'sha €2.5 ga hozir endi o'shanga ham salarka yo'q. Bilmayman nima bo'ladi bu ketish. YouTube'da kuzatib tursalar akalar, informatsiya beramiz. Xudo xolasa bugun nima bo'lishini, ertaga nima bo'lishini aytaman. Xudo xolasa sizlarga. Mana yerda o'ngga buramiz. Sekin shoshilma. Kelmayapti, chapga. Svetofor yashilgan, xudoga shukr. Shipillab o'tib olaylik. Mana shu katta zavodning ichiga kiramiz akalar. Kirib mashina yuklaymiz, xohlasa.
mana shu zavodga. Xullas videoni stopga bosib turaman. Zavodning ichiga kirganimdan keyin yana mashinalarni ko'rsataman. Aka, xudo xolasa sizlar akalar demoqchi edim. Kuzatib turinglar. Akalar mashina zavodiga kelib, xullas yuklayapman mashinalarni. Bittasini chiqarib qo'ydim tepaga. Bittasini chiqarib qo'ydim. Qolganlari turibdi mana. Xudo xolasa bitta chiqaraman akalar. Xullas tashqariga chiqarib bu videoni qo'yay desam akalar, короче, gap so'z tegishi mumkin. Hali atrofda kameralar ko'pda-ku, qaranglar. Kameralar ko'p, bunaqa joylarda xullas videoga olish mumkin emas akalar. Harakat qilaman. Keyingi safar xudo xolasa bu video qattiq like bosib, podeshka qilib, kommentariy yozib tursalaring, keyingi safar haligi sekretli kameracham bor. Men ana shu teparoqqami, где-то o'rnlarga o'rnatsam, hali Insta 360 kameramiz bor-ku. Mana shuni o'rnatib, xudo xolasa yaxshi video olishga harakat qilaman akalar. Hozircha ikkita mana shunaqa Opel Combo o'tda yozilgan. Ikkita Opel Combo, keyin o'tda xullas Peugeot 208 2008 shunaqalar bor. Bu plashatkadan bor-ku, o'zi ham 1,5 soat mashina terdim bor-ku. İçlarim to'kilib ketdi akalar. Mashina uzoqdan olib kelib, har doim mana shu yerda mashina yuklash qiyin bo'lgan. Bu Zeebrugge shahri, bu Belgiyaning Zeebrugge shahri. Kai turizmi necha xullas ashetlardan yuklaymiz, qiyin. Hozir buni yuklab Belgiyaning poytaxti bor-ku, Bernmi, Bornber. O'sha yerga boramiz xullas. Akalar, jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. O videoni keyin esdan chiqib qolibdi. Videoni YouTube'ga qo'yganimda akalar, bundan oldingisi ham adashmasam 400 nechta prosmotr bo'libdi. Prosmotr o'ta tushib ketyapti akalar, to'g'risi. Endi gap sizlarda ham anaqalaringdan, men qo'ldan kelgancha sizlar ham podeshka qilyapsizlar, ko'ryapsizlar, like bosyapsizlar. Rahmat hammaga. Like bosmagan bo'lsalaring ham rahmat aka, jonlaring sog' bo'lsin akalar. Xudo xolasa sekin asta birdaniga endi Mr. Beast bo'lib ketolmaymiz-ku akalar. Asta sekin shu YouTube'da rivojlantirishda paydan bo'lamiz. Tem bo'li yaqinda yangilik eshitdim. Xullas monetizatsiya O'zbekistonda yonar ekan. Endi O'zbekistonda turib ko'rsalaring ham pul beradi YouTube degan gaplarni eshitdim. Xudo xolasa endi rost bo'lsa yaxshi, xudo xolasa pul ishlarimiz, shunchalik qilgan mehnatimiz qancha bu chiqsa ham endi internet puli chiqar, chunki Yevropada bilasizlar, o'tgan safar aytganman-ku, internet qimmat Yevropada. Mana bu jigaram mashina yuklab qaytib ketyapti, qaranglar. Mashina yuklab ketyapti. Buni eng qizig'i mana bardachogi bor, qaranglar. Mashina bardachogini qaranglar akalar. Bardachogi ajoyib bu. Bardachogni qaranglar. Mayda ham bardachog bor. Mayda ham bardachogi bor. Xullas, o mana shu sherig ham ketyapti. Yuklagan mashinalarni qaranglar. Ketyapti. Xudo xolasa yaxshilikka bo'lsin akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Podeshkani qattiq qilib turinglar. Instagramga ham video qo'ldan kelgancha qo'yapmiz. YouTube'ga ham qo'yapmiz. Uni qog'oz kakras kerak edi. Hamma joyda qo'ldan kelgancha harakat qilib, aktiv bo'lishga harakat qilyapmiz. Endi oylikdan tashqari qancha qiziqarli, o'zimiz uchun qiziqarli bo'lgani uchun narsalar qilyapmiz. Bu endi 2019-yil kelganimda boshqa YouTube akkauntlar ochib harakat qilganman, jonimni berib, lekin birorta o'zgarish bo'lmagan. 20 ta 30 ta prosmotr bo'lardi o'sha payt. Endi Xudoga shukr, o'sha ham bo'lib turardi. Keyin mana vaqt o'tdi. Oradan 3-4 yil o'tdi, yana xush qochib, yana ochdim, yana yo'qotdim, ular shunaqa qilib eng oxirgi YouTube kanalim bo'ladi shu akalar. Podeshkani bosib turinglar, jonlaring sog' bo'lsin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.